birinchi maydan svetni narxi oshar ekan do'stlar. Nima deysizlar shunga? Uni ustiga limit ham oshadimi yo'qmi bunisini bilmayman. Do'stlar, limitdan zerikkanlar, svetinga ham, tokinga ham deydigan akalarimiz uchun do'stlar imkoniyat bor. Mana hozirgi paytda mana shu katta fermani ko'ryapsizlar. Orqa tomonda ham bitta ko'rsatib ber, nechta bokslar bor do'stlar. Sizlar uchun tomga chiqib syomka qilyapmiz. Yoqayotgan bo'lsa like qo'yib, rahmat Oybek deb kommentariy yozib peshingizdan chiqmasin do'stlar. Bizni hozirgi paytda tovuq fermaga, katta fermaga qo'yishyapti. Bular ham limitinga deb berganda mana do'stlar 200 kilovatni qo'yib yuborishyapti. Xudo xolasa, ari ham uchib ketishdi. 200 kilovatni qo'yib turib, keyinchalik har bitta boksga qo'yib yuboramiz deyapti va svetni o'pishim tekin qilib iloji bo'lsa bir bittasini olib turib davlatga sotamiz deyapti. Soqa qilamiz. Ham biznesdan soqa qilish, ham quyosh panelini soqa qilish. Xo'p, endi bu 200 kilovat necha pulga tushdi? Necha kunda qo'yib berishyapti? Qanaqa garantiyalari bor? Hozir mana sizga mikrofonni berib mana. Assalomu alaykum. Yana bir bor. Assalomu alaykum. Xo'p, 200 kilovatmi? Bu yerda bu 2,5 megavatlik loyihamiz bu birinchi bosqichi. Ko'rib turganlaringdek, bu yerda 200 kilovat quyosh elektr stansiyasi foydalanishga tayyor holda, topshirishga tayyor holda turibdi. Orqa bokslarda ham har bir tom hududiga hammasiga qo'yiladi. Hammasiga 200 kilovatdan qo'yiladi. Shunda umumiy hisobda 2,5 megavat quvvatga ega bo'lgan quyosh elektr stansiyasi barpo qilish proyektimiz bor hozir. Mashalloh. Bu ferma uchunmi yo biznes, boshqa biznesga ham yetar ekanmi? Xo'p, biz hozir ayni damda Namangan viloyati 3 tumanda turibmiz. Bu yerda tovuq klasteri bo'lgan bir tadbirkor do'stimiz, akamiz bor ekanlar. Ularning bu yo'nalishdan boshqa yana akkumulyator sohasida ixtisoslashgan zavodlari bor. O'sha zavodlariga ham aytaylik shu quyosh panellari yordamida olingan energiya endi umumiy hisobda firma bitta. Ha, firma bu yerdan ishlab chiqarib turib, u yoqdagi tokni ham tekinga tushirishmoqchi. Bu yerda hudud zo'r, ko'rib turibsiz. Quyosh uchun juda qulay joy, quyosh panellari uchun juda qulay joy. Shuning hisobidan akamiz shu yerda to'ldirib turib, u yoqdagi rasxodlarni ham shu yoqdan nolga tushirishmoqchi. Qani bu yerdagi ishlab chiqarilgan mahsulotlarni tokni hisobiga umumiy firmadan nariga boshqa ishlab chiqarishlar, v общем tekin qilishmoqchi. Ko'ryapsizlar do'stlar, v общем tekindan kelsa boylik, turmush bo'ladi chiroyli. Bekorga aytilmagan. Xo'p, bu quyosh panellarimiz hali yaponskiy nimadan sistemadan qilingan двухсторонний ekan endi. Orqa oldi. Xuddi shunday. Bu yerga biz tanlashlariga ham asosiy katta urg'ulardan biri shu sifatga ko'proq akamiz urg'u qaratishdi. Akamiz o'zi Xitoy bilan aktiv savdo ishlarini olib borishar ekan. Biz qonuniy ma'lumotlar berdik, boshqa berdik, xarakteristikalarimizni berdik. Xitoyga ham jo'natib ko'rishibdi, boshqa qilib ko'rishibdi. Ancha nima deydi, muddat o'tdi savdolashishga boshqaga. Lekin akamiz oxiri bizni tanlashdi. Bunga asosiy sabab shu panellarimiz, biz yagona distributorimiz O'zbekistonda faqat bizda bor bu panellarimiz. O'sha Taistic Solar Yaponiyaning Xitoy bilan hamkorligida ishlab chiqarib turgan panellari. Ko'rsatkichlari va xarakteristikasi bo'yicha mintaqada eng kuchlilardan. Sababi bunga oddiy misol qilib aytishimiz mumkin. Uni pastdan ko'rsatib o'tib ketamiz. Panellarimiz 5 ta xalqaro sertifikatga ega. Ularning ikkitasi o'sha Yevropa uchun, Yevropa bozori uchun olingan sertifikatlar. Mashalloh. Xo'p, двухсторонний orqa tomondan ham o'zini nima qilaveradi bu? Albatta, bu yerga yana bitta effektini oshiruvchi katta faktorlardan bu двухсторонники. Ko'rib turganlaringdek, tom qismlarimiz bizda o'sha tunikadan tashkil topgan. Bunda nur sinishi va nur qaytishi ehtimoli yuqori. Hamda orqa tomondan olish yuqori bo'ladi inshaalloh bu panellarimiz. Hamda o'sha akamizga tushuntirib o'tgandek boshida bizning panellar qolgan panellardan ko'ra aytaylik ko'proq orqadan ham energiya olish imkoniyati bor. Bu maxsus texnologiya NTP qilib ishlangan. Hozir judayam do'stlar, rosa ham oftob ekan. Shu oftobda syomka qilayotganimiz uchun ham Oybek rahmat deb cho'masa like qo'yib kommentariy yozinglar. Komment bilan like do'stlar videomizni ko'proq insonga yetib borishiga sababchi bo'ladi va rekomendatsiyaga chiqishiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun like qo'yib shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, mana bu tomonni polniy nima? Polniy вообще maza. Двойной tom bo'lyapti ekan-da hisobda endi. Shunaqa. Ko'pchilik savol tug'ilishi mumkin. Oybekga tabiiy shunday katta aytaylik proyekt necha kunda bitdi degan savollar bo'lishi mumkin. Bizning komandamiz shu proyektni hozir topshirish holatida pastdan ko'ramiz, elektrik ishlar olib borilyapti. Umumiy hisobda 3 kun vaqtimiz ketdi. 3 kun vaqtda polni terib chiqildi. 200 kilovatda terib chiqildi hamda invertorlari aktiv soz holatga keltirilyapti. 3 kunda biz topshirishimiz muddatimiz 200 kilovatda belgilangandi. Xo'p, endi hali o'zbekchilik garantiyasi, garantiyasi deganda. Albatta, garantiya bo'yicha hech qanaqa muammolar yo'q. Aytganimizdek, biz yana O'zbekistonda yagona distributorimiz, ya'ni kim o'rtadagi yoki aytaylik olib sotar yoki boshqa emasmiz.
Shuning uchun har qanaqa garantiyaga biz o'z so'zimizda turib, yuridik kuchga ega bo'lgan shartnoma asosida ishlaymiz. Har bir mijozimiz bilan individual. Shu hisobida garantiyalarimiz bo'yicha muammo yo'q. Ya'ni panellarimiz biz 20 yil kafolat beramiz, shu tomda turib energiya ishlab chiqarib berish uchun. Biz ishlab chiqaruvchidan 30 yilga kafolat olganmiz bu bo'yicha. Invertorlarimizga 3 yildan 5 yilgacha kafolat beryapmiz. Bunaqa katta hududlar bo'lsa, bemalol 5 yil ham beryapmiz. O'zini oqlash uchun, masalan, tikilgan har qanaqa investitsiya o'zini 100% to'liq oqlash uchun 3 yil kafolat beramiz. 3 yilda tikilgan har qanaqa investitsiyasi 100% oqlanishiga biz yana turib beramiz. Qarang, buni ertaga chayin payin bo'lib ketgandan keyin, hozir bir kuni chayin bo'lyapti. Qanaqa nima bo'lib ketmaydi? Quyosh energiyasi tushib ketmaydimi? Yo'q, zo'r gap aytdingiz. Yana aytamiz, chang effektiga ta'sir qiladimi? Qiladi. Lekin qancha miqdorda deydigan bo'lsa, juda katta miqdor emas, chunki bular yangi zamonaviy texnologik N tipli hisoblanadi. To'g'ri shunga moslashtirilgan. Chunki bu hozir Yevropa hamda Afrika hududlariga ham sotib qo'yilgan panellarimiz. Keyin buni tushuntirib qo'ydik Javlon akamizga, shu tadbirkor do'stimiz akamizga ham aytdikki, ko'rdik, xodimlari juda ko'p. Bu yoqda mana ko'rib turibsiz, drenajlari ham bor, suvdan muammo yo'q. Faqatgina erta tongda, masalan 6 da to 9 gacha belgiladik. Har 2 oyda yoki 3 oyda bitta karshi urib qo'yish tavsiya qilinadi. Chunki bu sanoat zona va chang bo'ladi. Желательно shu bu ham erta tongda salqindi. Sababi hozir juda issiq, yuzi o'sha maxsus oyna bilan qoplangan bo'ladi. Uncha-bunchaga sinmaydi, lekin sovuq ta'sirida bu trishina berishi mumkin. Keyinchalik, masalan, uzoq yillik kafolatda masalan cheklab qo'yishi mumkin. Shu tomonlari bor bo'lishi mumkin. Ya bir 2 oy 3 oyda bir bitta karchilab bersa bo'ladi. Karchilab bersa bu masala bo'lmaydi. Aytganda yana aytaman, chang katta aytaylik kayfiyatga ta'sir qilmaydi. Juda loyiqalarni qoplanib kelsa, unda haqiqatan yuvishimiz kerak. Lekin mana bu changlarimiz yuza qismidagi hech narsa emas. Hech narsa qilmaydi. O'zida magnit maydon hosil qilib, bu energiyani olaveradi bu. Xo'p, hozir endi invertor joyiga o'tamiz. Nimasini? Ketdik bo'lmasa, uстановка qilingan joyiga. Xo'p, bu bittasi 100 kilovatliligimi mana uniki? Oybek aka, bu invertorlarimiz o'sha maxsus quyosh panellari uchun Ongrid sistemadagi DE invertorlar hisoblanadi. Hozirda eng brendli invertorlardan hisoblanadi. Katta kilovatlar uchun eng optimal va eng yaxshi ishlab kayfiyat berib turgan invertorlarimizdan hozirda. Bittasi 100 kilovat, ikkitasi har bittasi 100 kilovatdan. Bu yerda nima jarayonni ko'rishimiz mumkin? Ko'rsangiz bo'ladi. Operatorimiz iltimos qildik. Bularni yaxshiroq tushuntirib berishimiz uchun yaqinroq. Nima bular endi bular? Xo'p, yuqori qismda ko'rganingizdek, bu saqlagichlar, quyosh panelidan kelgan maxsus kabellar, PV kabellarimiz shu saqlagichlar orqali o'tib, bizda uzib degan narsamiz bor. Bu ikkinchi himoya. Ikkinchi himoya hamda uchinchi himoyamiz bor. Bu yerda masalan aytishimiz mumkin. DC avtomatlar, bu avtomatlarimiz maxsus Xitoydan keladi. DC avtomatlar orqali quyosh paneliga, quyosh invertoriga to'klanamiz, quyosh panelidan kelib o'tishi mumkin bo'ladi. Yoki 3 bosqichli maxsus himoya. Invertorga kirish uchun mana shu uchovidan o'tadi. Har birini endi buni alohida vazifalari bor. Bu bo'yicha mutaxassislarimiz tushuntirib bersa. Mabodo zamekani bo'lib qolsa, ransaligi erib ketsa sim yoki chimchiq cho'qimni yetib olsa, tashlab oladi. Ko'ryapsizmi? 3 ta etapdan avtomatdan o'tib keladi. Ular har biri maxsus. Keyin ba'zan o'zi baqa ulanadi. Bu yoqqa ulangandan so'ng invertorimiz tarmoq qo'llanadi. Tarmoqqa bemalol o'sha 380 bo'ladi. 380 qilib beradimi endi bu invertorni? Bu 380 lik, ya'ni 3 fazalik. 3 fazada bemalol ishlay oladi. Bemalol ishlayveradi. Ko'pchilik savol bo'ladi, quyosh panel faqat 220 chiqaradimi? Yo'q, 380 ham bemalol chiqarib beraveradi. Masala yo'q. O'zi 10 kilovatdan yuqori invertorlar o'zi 3 faza chiqadi. Ya'ni kimdir xonadan 15 kilovat qo'ymoqchi bo'lsa, 3 faza bo'lishi talab qilinadi. Demak, tadbirkorlar uyda haligi 3 faza mana bir akani reklama qilganimiz uyga 3 faza olib borish imkoniyati yo'q ekan. Lekin kunduzi 3 soat, 4 soat ishlar ekan. 3 fazali ishi 10-20 kilovat deydi, qo'yib qo'ysa, bemalol kunduzi ishini qilib olaveradi. Albatta. Agarda aytaylik, shunaqa holatlar bo'ladi, uyda katta расходi bor, lekin 3 fazasi yo'q. Elektr setga murojaat qilsa, uni olib kirib berishadi. Agar olib kirolmagan taqdirda ham 20 kilovat qo'yadi deylik. Ikkita 10 likdan qo'yib qilib bersa ham, bu ham optimal variant bo'ladi. Bu ham yechim bo'laveradi. O'tda shunaqa imkoniyat bo'lyapti, o'tda uzoq ekan juda ham 3 kilovat olib kelish, shundan ko'ra quyosh paneli arzonroq tushar ekan, to'g'risini aytib qo'yaylik. To'g'ri, tushunarli. Dorisi bugun mana hozir elektriklar kelib, ulab, uje fazaga to'kib berib ketishadi. Albatta, mana bu kabellarimiz bilan ko'rsangiz bo'ladi, balki o'zingiz ham tekshirib, maxsus izolyatsiyaga eng baquvvat 1/6 PV kabellar hisoblanadi. Bu yerda keling endi operator yaqinroq ko'rsating. Masalan, jajarkamiz, gurgutimiz bo'lsa, bemalol tekshirib ko'rsam bo'ladi. O'zim shaxsan tekshirib ko'rgan, 10 minutgacha umuman yonmaydi. Yonib ketmaydi. Jajarga yoqib tursa, faqat
mana bu ustki qismi to'lashi mumkin. Umuman yonmaydi lekin. Maxsus kabel bu ham. Yon xavfsizligini oldini olish maqsadida qilinadi. Plusiga qizil hamda minusiga qora alohida. Bu yoqda ham yaqin olib bersa bo'laveradi. Do'stlar, biz ham mana shu optoda ishlayapmiz. Miya qaynab ketdi. Sizlarga bilintirmayapmiz-ku, shuning uchun like qo'yib, bitta podдержка qilinglar. Tiastik mana yaponskiy nimalar, hali invertorlar aytganimizdagi. Mana korobkalar, jimpi nima deydi? Tiastikda endi. Taystikdan. Yapon logolari bilan-da. Xo'p. Hop. Masalan, sizga aytganman, xalqaro 5 ta sertifikatga egaligi, mana bu yerda ham kursingiz bo'ladi. Ha. ISO o'sha dunyo tan oluvchi sertifikat, Yevropa sertifikati, TÜV bu ham Yevropa sertifikati hisoblanadi. Bu hozir eng olishi, talabga javob berish mumkin bo'lgan katta sertifikatlash tamg'asi ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, like qo'yib podдержка qilamiz. Hali uyga limitga tupurib yuboraman deydigan baykalarımizga video tashlab qo'yamiz inshaalloh. To'g'risi qo'yinglar. Bekorga davlatimiz nima qilgani yo'q. Qo'qonliklar bo'lsa, Qo'qondan biz chetdamiz deb o'ylay, Perivalga tushib ketishlarni 10 qo'liga necha ming kilovatga qo'yilyapti. Toshkentliklar chetda bo'lsalar, Toshkentliklar ham aytib yozib qo'yinglar. Chorvoqqa ketishda chap tomonda katta megavatga qo'yilgan. Shuncha pulni bekorga sarf qilmaydi. Chunki prosta bor, uстановка qiling va boshingiz og'rig'idan qutuling. Sog' bo'linglar.